Mana amafos bu yerda o'g'itlash uchun. Mana bu karbamid barglarga kuch beradi. Ikkovini ishlatsangiz, hosil zo'r bo'ladi. Karbamid va ammofos. Qaysi biri afzal? Qachon, qanday va qancha solish kerak? Assalomu alaykum aziz dehqonlar, fermerlar va agronom do'stlar. Bugun juda ko'p so'raladigan mavzuni gaplashamiz. Karbamid va ammofos. Ko'pchilik shunday deydi. Men karbamid solsam bo'ladimi? Ammofos shartmi? Yoki ammofos solganman, karbamid ham kerakmi? Mana shu savollarga bugun oddiy tilda, lekin professional asosda javob beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz qaysi o'g'it nimaga ishlashini, qachon solish kerakligini, qanday xatolar hosilni kamaytirishini va ekinlarga mos sxemani bilib olasiz. Karbamid nima? Karbamid bu eng mashhur azotli o'g'itlardan biri. Uning asosiy kuchi shundaki, tarkibida 46% azot bor. Ya'ni karbamid o'simlikka o'sish energiyasi beradigan o'g'it. Karbamid nima qiladi? Karbamid berilganda o'simlik tez bo'y cho'zadi, bargi ko'payadi, rangi. Ammofos nima? Fosfor o'g'iti. Endi ammofosga o'tamiz. Ammofos bu asosan fosforli o'g'it. Eng ko'p uchraydigan turi 12U52 yoki 11U52. Bu nimani anglatadi? 12% azot bor, 52% fosfor bor. P2O5 ko'rinishida. Ammofosning asosiy vazifasi ildizni kuchaytirish va o'simlikni boshlang'ich bosqichda tez oyoqqa turg'izish. Ammofos nima beradi? Ildiz tizimi kuchli bo'ladi, nihol tez va bir tekis chiqadi, o'simlik sovuqqa va stressga chidamliroq bo'ladi. Kelajakda hosil bog'lanishi yaxshi bo'ladi. Ammofos qachon eng foydali? Ekishdan oldin, ekish paytida, ko'chat niholda start uchun yaxshi ishlaydi. Ammofosni kech solsa nima bo'ladi? Fosfor ayniqsa sovuq tuproqda sekin harakat qiladi. Agar siz ammofosni kech, o'simlik katta bo'lib ketganda solsangiz, uning samarasi past bo'lishi mumkin. Shuning uchun ammofosni vaqtida berish juda muhim. Karbamid, azot. Karbamid solishning eng yaxshi paytlari. 4-6 barg bosqichi, o'simlik o'sishga kirib ketadigan payt. Gullashdan oldin hosil organlari shakllanadigan payt. Ba'zi ekinlarda meva yoki don to'lish oldidan kichik qo'shimcha. Lekin karbamidni ham erta berib yuborib bo'lmaydi. O'simlik juda bargga kirib ketib, hosil bog'lanishi sustlashishi mumkin. Ekinlar bo'yicha amaliy misollar. Endi ko'p ekiladigan ekinlar bo'yicha oddiy misol keltiraman. Makka jo'xori don uchun. Ekish payti ammofos soling. 5-6 barg karbamid o'sish uchun. Gullashdan oldin karbamid don to'lishi uchun. Bug'doy. Kuzda yoki ekishda ammofos, ildiz va poya uchun foydali bo'ladi. Bahorda karbamid, tullanish va poya tortish uchun qo'llash maqbul. Sabzavotlar, pomidor, bodring. Ko'chat ekkaningizda ildiz uchun ammofos, eng zo'r tanlov. Keyin vegetatsiya davrida karbamid, lekin me'yor bilan. Dehqonlar ko'p qiladigan eng katta xatolar. Endi eng ko'p uchraydigan 5 ta xato. Faqat karbamid solsam bo'ladi deyish, ammofosni juda kech solish, karbamidni quruq yerga sepib tashlash, normani oshirib yuborish kuydirib qo'yadi. Sug'orish vaqtini hisobga olmaslik. Shuni biling, o'g'it ko'paygani bilan hosil ham ko'payib ketmaydi. To'g'ri vaqtda, to'g'ri usulda va me'yor bilan berilsa, yuqori hosil olish mumkin. Xulosa qilib aytsam, ildiz va start uchun ammofos, o'sish va kuch uchun karbamid, eng yaxshi natija ikkalasini to'g'ri vaqtda qo'llash. Agar sizga foydali bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Izohda yozing, siz qaysi ekinni ekasiz va yer maydoningiz qancha? Men sizga mos sxema aytib beraman.